Nivea Black and White teri va hiddan ishonchli himoya qiladi. Kiyimda dog' qoldirmaydi va matoni shikastlamaydi. Yevropada ishlab chiqarilgan. Bu videoda biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, bizga yana qanaqa yangi dahshatli klon kelishini va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz. Va qani ko'ramiz. Bu qismda biz Sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rsangiz olasizlar. Yo! Varolab ochgan balki. Darknet 4-qism. Klonlarning boshlig'i kim? Va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachanchiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib, mana shunaqa bir qotil bir klonlarni chaqiramiz. To'g'risi do'stlar, ko'rib turganingizdek, har doim ham bu videoni olish menga kayf bermaydi. Ya'ni hozir o'zim realan qo'rqaman va realan cho'chonman. Chunki har safar borganda qo'rqinchli klon kelyapti va bu safar qanaqadir klon keladimi yoki yana o'zimiz kirib hozir zakaz qilamizmi bilmayman. Lekin nima bo'lsa ham sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimalar bo'layotganini tushunib olasizlar. Va albatta men 100% bilaman. Mana shu videoni kommentiga ham sizlar, bu videoning keyingi qismi, ya'ni Darknet 5-qism chiqsin deb to'xtamasdan yozasizlar. Даже Instagram, Telegram ham, xullas hamma yoqda sizlar shu gapni yozdinglar. Ya'ni Darknet 4-qism haqida. Ya'ni 5-qismni ham so'raysizlar. To'g'risini aytsam do'stlar, biz mana shu tipa YouTube serialimizni 20 ga yaqin seriyasi bo'lishi mumkin. Faqatgina sizlar har bitta videoda aytilgan shartni bajarsanglar. Masalan, bu videoda men sizlarga 101 mingta like so'rayman. Va sizlar like juda ham tez yig'ib, omoniki video qanday tez so'ramasligingiz uchun obuna ham bo'linglar. Ya'ni 20 mingta yangi prям obunachilar. Biz tezroq 3 million bo'lib va 5 millionga qarab ketishimiz kerak. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling va like bosing. Boya o'tganimdek 101 ming like va 20 ming obunachi Darknetda 5-qism chiqadi. Agarda bu qismda tirik qolsak. Endi bo'lmasam do'stlar, Darknet saytiga kiramiz va buni har doimgidek o'sha meni kompyuterni bajaramiz. Bolalar tayyormisizlar? Har doimgi gapimiz. Bu oxirgisi. Bu oxirgisi deymiz. Menyuyimizga kir. Nimalar bor, ko'raylik. Ko'rsam do'stlar, biz o'sha bo'lgan voqealarni Gambitaga ketdik, ya'ni ko'zlar oqarib qolgani va yana boshqa narsalarni. Lekin Gambitaga hech bo'lib bo'lmadi do'stlar. Tanimayaptilar nima bo'layotganini. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib oldik va tayyormisizlar? O'zi duxi bormi? Sal gapiringlar. Men chota qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambit aka bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin. Ya, Gambit aka mana shu prosta hazillashdi va biz mana shu o'lim daftari yordamida bu jonni yo'q qildik. Mana o'zi qanaqa his qilyapsiz? Zo'r, cho'tki, ideal. Hozir yana qarindosh urug'larimizni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindosh urug'ingiz? Bu hazil. Ha, okey. Xo'p. Hazilda. Hammanglar bo'lmasa mana endi do'stlar, sal pastroq o'tishamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat degan klonni chaqirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Mahallinskiy, Navshinskiy dahshatlaridan. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 ta odam o'lmagan, просто klonga aylangan. Xo'p, u haqida o'qiymiz. Ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Mana de qizig'i. Chaqiramizmi? Da. Voy. Pichib. Bosaman. Shuncha kirmayapti. Mana qo'yganlarni bosib ko'raylik. Kirmayapti, hech qaysi bosilmayapti. Sayt ishlamayapti. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim tugagandir bu narsa. Yo, balki hozir yana bosib ko'ringchi, boshqasiga o'tkazib yuborar. Mana bosaman, maqomman bosmasdan. Enter ham bosaman. Sayt ishlamayapti. Shu sayt yopilgan. Bola video shu joyda tugadi. Yo, xo'p, stop. Sayt yopilgan deyish oson. Ya'ni sayt yopilgan bo'lsa, navbat bizga plyus. Sardorchi. Hozir nima qilamiz? O'ligan. Anaqa chimodan qani? Olib kel chimodan. Balkim bu o'yinimizning yangi seriyasi va yangi ssenariysidir. Uje biz mana bunaqa notebooklar bilan sekin kirib zakaz qilishimiz shart emasdir. Olib kel qani? Xo'sh, do'stlar, yana o'sha chimodan. Oy. Xo'sh, mana qanaqadir bir tingamat o'yinchoqcha va Yulduzda eslatadigan narsa. Da, shaytonlarimizga daftar kitob. Xo'p, bo'ldi. Mana olib tashlab bo'ldi. Bizga o'sha o'yinchoqsiz kerak emas. Bizga daftar kerak. Va endi bo'lmasa, yana o'sha o'tgan safargi kobradan qolgan yozmalar va yana qolgan polni oppoq narsalar. Xo'p, daftar bizga qanaqa podskazka beradimi? Qanaqadir faqat shu bizlar bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti, do'stlar. Mana o'zinglar ham chat yoki kommentariyada yozinglar, biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana risk ular chiqishiga mana qarang. O'lim daftari, lantlangan bashorat kitobi, o'xshaganga nimadir deyapti, to'g'rimi? Da. Gambit aka qo'rqitmang. Gambit aka! Sen qadrsizsanmi? Sen qadrsan? Bo'lma, Gambit aka qadrsan. Qarang, nimadirdan cho'chib ketdi, ko'zi yoshlanib ketdi dashi. Yig'laverdi. Ol yaqindan yig'laverdi Gambit aka. Brat. Biling, yana Shoshma. Gambit aka nima? Nima?
ovozi voy nimaga yig'layapsiz? Men qo'rqaman yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? u miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa nima eshitdingiz? Qanaqadir xat, bir balo, nimadir, kitob. Xat? Ha. Xat kitob? Da, xat, kitob, bir balo deyapti. Yo'q, kitob hech bo'lma yo'q-da. Qanaqa xat bo'lishi mumkin bilayman. Parolab ochgan balki. Jindan ber. Gamdiki o'zi qilib qolmadingiz chiqib? Yo'q. Kitob hech qanaqa podkastga bermadi-ku. O'zingiz qo'l qilmadinglarmi? Yo'q. Ichmadan bo'lmay bu paytda meni uyimda bo'lgan. Eng qizig'i hozir Gambitdagi xatdan bildi bu narsa borligini. Men miyamga eshitildi bu narsa. Kimdir gapirdi menga. Xat, kitob, bir balo deb. Hop. Okey, birinchisiga Goblin deb yozilgan. Ya'ni birinchi kelgan klon, ikkinchisiga Cobra deb yozilgan. Bu ikkinchi kelgan klon. Menimi kim? Chikko. Bu nima? Bu Ha? Bile, Cobra, u keladi degan. Keladi? Glavniysimi? Balkim mana shu zirkalangizni qaranglar, Chikko. Ikkita chetida yordamchi kapi o'rtada. Shoshmanglar, mana qaranglar. Saytda ham yo'qda bunaqasi. Yo'q, umuman bunaqasi. Nima bu? Mana qaranglar. Chikko. Mana rasmini turishini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi sizlar ham? Bunaqasi yo'q bunaqasi. Bor-ku. Balkim chaqirish uchun qorbobo degan. Shoshma, birinchi eshik yop. Do'stlar, xolos, men o'ylashim bo'yicha mana bu chikkosi keldi. Bu daftar yo'qolib chiqay birinchi o'rin. Bekitish kerak buni zirani. Abla qo'lim qaltiryapti. Chamadan olib kel, Maqsud tezlash, ukam. Всё, давай bekitamiz. Bekitishni qidirdi. Bizni tungi ko'radigan kameramiz. Tunda hammanglarni ko'ramiz, qilayotgan ishinglarni kadrchi. Shunda siz hazillashmoqsiz shu paytda ham, ha? Lekin biz sizdan ham qo'rqamiz. Hozirgi bo'lgan narsa oddiy narsa emas, xat ko'rganingiz. Balki bu meni sirli qobiliyatimdir. Bu 100% bizlarning foydamizga. Voy, o'zi eshit tashqaridan. O kimadan yashiraylik? Холодильнigi, давай, ayt холодильнigi. Gamidagi bundan oldingi videoda даже klonni холодильnigi ham ochgan. Bular biladi aka. Liftdagi joyga bekitamiz, tashqariga. Shoshma, oldin chiroq yoqaylik. Chunki uydan nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud, davay, tez chiqaylik. Ketdik, bo'l, tashqarida yo'q. Hozir ushlab oladi u yana tashqarida. Kim ushlab oladi? Qanaqa qilib sug'ishib ketmaydi, sotib olaylik. Atmosfera qarang. Hamma joyda suv to'shdi. Qaysi tarafda? Ha, mana bu tarafdami? Qatta bassengami? Xuddi shu payt men sizlarga Famstrecha haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni do'stlar, esingizda bo'lsa, biz 3 million obunachiga erishdik va bu 3 million obunachilar men nafaqat bloger tanishlarim va yana boshqalar bilan, balkim men obunachalarim bilan real hayotda ko'rishib, ya'ni Famstrecha qilib nishonlamoqchi edim. Hozircha Famstrecha bo'lish kuni ma'lum emas, lekin joylari va hamma joy aniqda Anqor parkida xullas bo'lib o'tadi va kuni va soati aniq bo'lishi bilan men sizlarga ma'lumot beraman. Reski Instagram va Telegramda do'stlar, shu uchun hozir kelasigan obuna bo'lib aniq kuzatib boringlar, chunki bu men umrim davomidagi birinchi Famstrecha va bu ham bo'lsa 3 million obunachi bo'lganim uchun bo'ladi. Do'stlar, mana tashqari yana bir o'nlab mashhur blogerlar va shaxslar keladi. Xullas, sizlar uchun birinchi ofitsial Famstrecha va bir konsertcha qo'yamiz va obunachalarim ham tipa shouda qatnashib, million so'm qo'lga kiritishadi va sizlarga o'zim yangi meshalarni tarqataman. Xullas, juda ham ko'p sovg'alar bo'ladi va obunachilar bilan jonli ko'rishamiz. Xudo xolisa hammalarni kutaman. Bir minglab odamlar kelsin, 108 ta bilan minglab kelsin deb men hayron qoldim. Buncha odam ko'payib ketib qoldi deb. Shuning uchun ham davayki, omonxona aktivini ko'rsatamiz. Albatta kuzatib boringlar, chunki tez kunda joyini va soatini e'lon qilaman. O'shda ko'rishamiz. Let's go. Mana chap tarafga kirgan. Voy, bilan nima bu qamoqxona? Hop, qarang. Qatiga berkitamiz. Bu bitta etajga qo'yib qo'yinglar. Maqsud, shosh. Men kameram bering, qorong'ida ko'rib turadi. Qorong rejimini yoqish kerak uni. Qorong'i rejimni yoqqanda bosan ko'rib turib, tashqarida olib turing. Qatiga berkitamiz, gamitaga. Tepaga qo'yinglar. Tepaga hamma qaraydi. Pastga berkitsangchi. Yaxshi variant. Davay. Ham ko'tarib. Voy, mana. Bo'ldi, yo'q. O'sha qasi. Mana. Vo! Uncha bilmaydi. Da, idealni. Bab yotmaydi yo'q hech kim. Mana bitta gaz qilib qo'yamiz ana. Bo'ldi, uncha bilmaydi, to'g'rimi? Hey! Maqsud hech kimmi? Yo'q, qorong'ida ko'rmayapman hech narsani. Sen o'zing o'tsan. O'rtoqlar, mana buni qaranglar mana. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Kamerada yaxshi ko'rinyapti-da faqat. Bilin. Maqsud kimdir ko'rdingmi? Mana klon. Mana. Ya boshqa narsa-ku, bu yoqqa kamerani. Bo'l, qayt uyga, qayt-da, qayt. Seryo'zmi? Tez yuguraylik, klon kim? Stop, yaqin oling. Kim bu? Voy, boshi bola kim bu? Mama qilib Qochinglar. Kir. Nima bu bilan? Buni kattaligini qara.
Stop. Men tushunmayman. Mana. Bu Bilet. chiqatdi-ku bu. Do'stlar, saytda bunaqa klon yo'q-ku. Bo'yini ko'rdingmi? Bu boshi noreal bu. 2,5 metrmi, 3 metr bo'yi. Bu qani bu? Siz bering. Ana. Bu o'ziga qarang. Kim? Voy. Qo'rqib berasanmiz. Это что за аппарат? Voy, bu sog'dam ishmas, bu sog'dam ishmas. Men qo'rqaman. Kitobni ko'rmadimi? Bizni yashirgan joyda? Ya, o'tdan sen topolmaysan uka. Men Yomonbek kitdim lekin. Men bilmayman nima qilish kerakligini hozir. Men umrimda bunaqasiga tushmaganman. Men oldin klonlar mayli, qayerdir bolacha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'lardi. Men birinchi qolib nima qilamiz? Mamitidan kim olamiz? Prikin, Mamitidan. Men 4 inson boshida yoniga bormoqchi bo'ldim. Kamera olib, tipi kadr olish kerak, baribir. Shuncha vaqt buni odamlar ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqor bosar ekan odamni. Tomiga mamlaqa qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, giperaktivniy u odam bu yoqqa yomon tez sakrayapti. Dumini qarab, bilab bo'yini. No, okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga по-любому shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadanning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, xo'p, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Biling qayerdadir yo'q qoldi. Shoshma qani. Voy, stop, eshitasan? Qadam o'zi keldi. Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Yo'q. Chikko emas, Slenderman desak, o'zimiz uchun-a? Hech kim yo'q o'chotda. Brat. Derazani yoping. Brat, nima qilasiz? Brat, nima qilasiz? To'miqlar bo'yinso'ga. Welcome, sekinroq. Qarang, Gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qaratdi yurganiga? Ahamiyat qaratdingmi yurganiga? Cho'loqlarni vazigina. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Menimcha-da. Oyog'on tagida nimadir bor. Demak, qochib yursangiz va uspuz qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da. Shu haqida bo'laysa bo'ladi. Lekin tez yursa-chi agar. Ha, qadami katta uni tez yetib oladi bizga. Bila. Hop, nima qilamiz? O'tiraveramiz shunaqa? Hozir nimadir qilishimiz kerak bo'lgan narsani balkim через kitob olarmiz. Hop, bizani tutsa kitob olib qo'yadi-da. Hozir masalan bizni tutsa kitob olmaydi, chunki biz kitob yashirib qo'yganmiz. Balki просто gaplashib ko'rarmiz, nimaga keldi u. Yashim, hayot sana uchun multfilm, ha? Просто gaplashib bo'ladigan. Hozir men, endi shu deb keldim demaydi-ku senga. Men kamerani olganda borib so'ratki. Chiq, Seroz, chiq. Bo'ldimi? Mayli. Duqqatdan keldim bunga muncha. Farqi yo'q. Maqsad baqirib yig'lab kelgandan so'ng qilaman hozir просто. Davay, chiq. Chiq, qani chiq, ancha bor. Bitta aylanki endi. Voy, kelgan joyga borchi, qani balki kutayotgandir seni. Yo'q, mana hech kim yo'q, chiqinglar. Aldayapti hozir. Chiqib qo'l ketib qoladi, aldayapti. Mana hech kim yo'q. Buncha qo'rqasizlar, kelinglar, mana yo'q. Qani yurishsin-chi, shoshma. Mana. Qo'lim bu taraflarga ko'ch chiqani. Mana, menimcha ketdi u. Biza chaqirmadik-ku klonni. Qancha anu kichkina ham emasdi, shu ko'rinmay qoladigan. Shu ko'rinardi agar bo'lganda. Hop, bo'lmasa hech qayerda bo'lmasa qayerda u. Shu, mana hech kim yo'q. Do'stlar bo'y ko'rdinglarmi? Просто. Ey, sayt olishdi. Oho, bu qayerda? Momentenga aytdim. Kitob olib qo'ygan bo'ldi-ku. Borib tekshirish kerak. Kitob. Hop. Qani? Jam, kam muhima qilib baqirma birinchi o'rinda. Klon hozir bu yerda kelmagan. Kitob mana aytib turibdi. Qani kitob? Mana ko'rmayapsan, men qarab bilinib turibdi-ku. Mana shuni ko'tarasan, olga mana. Ol mana. Da. Mana chemadan ochib turibdi. Xavfsiz joyda demak. Ha, xavfsiz joyga xavfsiz, lekin men o'ylab topganman buni. Lekin hop, klon kelib qolishi mumkin, asosan bilib bo'lmaydi. Bizga mощный strategiya kerak, tushunyapsizmi? Bu klon topib olishi mumkin. Masalan, kim top? Hey! Kimsan? Kimsan? Voy, bilmay qo'rqaman, qaranglar. Kimsan? Voy, bilmay qaranglar. Chimadan qara! Chimadan nima qilasan? Nima? Chimadonni ber. Chimadan. Xo'p, nimani qo'laysan? Kitobni beraymi? O'yinchog'i ham. Stop, qaranglar. Hozir agar o'sha bir tiyinlik qimmat o'yinchoq senga muhim bo'lsa, o'yinchoqni bersang ketasanmi? Buyoqdan sotib qo'yaman. Bermasang o'zingdan ketaman. Qo'sh, bu yo'q. Ish. Çimadonimiz qolib ketdi. Çimadon borib uyga kirib ol.
Jinni sotadimi bu? Ey, mana olib ket, bo'lib tushib. Qani sen? Ol mana kamera olib ket. Do'stlar Maqsud вообще прям sal qoldi o'rtoq, do'st sotib qo'yadi. Gamidagi bo'lib ketyapti. Gamidagi. Gamid aka. Nima? Maqsud, ket. Gamid gapirmayapti yana. Gamidagi. Gambitdagi nima? Reaksiya bildirmayapti Gamidagi. Qarab turib tursa ishga qarab. Mana men chiqishga qo'ydik. Ey, men Gamidagi. klonning oldiga kirmoqchi, qoching. Qay jinnimisan? Gamidagi. Gamidagi. Qas, bulut. Brat, qochishimiz kerak, yana qochishimiz kerak, qochishimiz bo'lib qoldi. Gambit. Yo'q, hop, shoshma. Ber kamerani, o'zingni faqat olib o'tma, nima o'tganini ko'rsat. Gambit eshik ochib ber. Qoching. Qoching, men qo'rqaman, brat. Klon chiqdi. Gambit qara. Demak, Gambitim klonlanish sherigi. Ol, kamera. Bilet, to'rsam do'stlar umuman qochishni o'qilaydi, chunki birinchidan mana sekin yuribdi. Ikkinchidan, bilet, Gambit qoldirib ketamiz, Maqsud. Qani uyimiz? Maqsud, bu yoqqa. Bilet, anu qayerdadir yo'q qoldi. Gambit olib qoldi o'zini. Qoching, tezroq kiring, kelyapti u. Kemayapti, tez kim? Yo'q. Tezlash. Yo'q. Ko'rdingizmi, yana ko'zi oqarib ketdi Gambitni. Yana sochini yulolmadimi? Men sochini yulganini ko'rganim yo'q, lekin Gambit ko'zi oqligini men ko'rdim. Eng qizig'i, Gambit klonga eshikni ochib beryapti. Klon tarafmi Gambit shunda? O'tgan sari Gambit klon bo'lib qolganda biz nima qildik? Ana irimiz-tirimini buzordikmi? Mencha o'shanda biz noto'g'ri ish qildik. Ya'ni biz buzolmadik o'z aslida. Ya'ni ular xitlik qilib Gambit o'zini oddiyodini tutdi. Demak, biz yana daftarni ochib ko'rishimiz kerak shunda. Qara, ey, daftar bor xonada. Klon bizani hozirni qamab qo'ydi va onasini ham sen aryon qochdik. Gambit bo'lmaganda o'shda qolgan bo'lardi. Gambit ham klonga aylanibdi hozir. Klonga yordam beryapti. Eng qiziq, klon uni nimaga urmayapti? Nimaga uni qo'llamayapti? Unga baqirmayapti. Gambit hozir daftarning xatoligini biladi-yu, klonga topib bersa-chi? Voy bila. Tashqarida ham yo'q, ey. Eng qiziq, klon ham yo'q tashqarida. Menimcha klonga Gambit topib berdi daftarni. Voy! Endi biz Sardorni ham qaytara olmaymiz. Shoshma. Birinchidan biz hali Gambitni to'liq sotqinga qo'yvermasmiz. Balki ichkarida daftar qolib ketayotgani uchun klonga ochib bergandir. Klon bilan daftar bitta xonada o'qimaslik uchun. Ya'ni oldin hammasini bilib keyin gapiraylik, просто tuhmat tashlaymiz. Qarshi do'stlar, Och. nima? To'xtang. Och ishingni. Eshikga shu. Och. Yo, qarang, ko'zi oqmas endi. Ishingni och. Nima qilasiz? Ko'zi oqmas. Ishonasizmi? Sen bilan men faqat bu hal qiling. Siz nima eshikni ochib beryapsiz klonga? Yo'q, o'zing tashib ketding meni ko'chada. Men tashab chiqib ketdilaring, ishingni yopib qolgansizlar, ochmayapsizlar. Qo'ysiz. Nima qilganingizni eslolmaysizmi shu darajada? Chiqib ketayotgan joyimda oldinga o'tib ketdilaringda, ketingdan kiryapman. Ishingni yopib qolgansizlar, Bandabek. Qani, o'rtog'ingiz qani? Qanaqa o'rtoq? O'rtoq yashab turibdi bilan. Shuni turib turing. Shunda hozir Gambit eslolmayman debdi. Aldayapti menimcha. Men Gambit sandan ko'p bilaman. Tushunasanmi? Men dar sandan ham oldin Gambit bilan tanishmaganman-da. Shuning uchun men bilaman o'zi qanaqa tutishini. Aynan hozir bu payt sporniy moment to'g'risi. Chunki hamma ham klon bilan yurmaydi-da. Eng qiziqi eshik ochib mamlaqa qilib bergani bu. Menimcha klon prosta eshikni ochib berish uchun Gambit boshqardi. Keyin shunda eshikni ochib berdi Gambit. Hozir bu haqiqiy Gambit, boyki klonni Gambit edi. Da. Ikkita Gambit bormiz. Bittasi klonga aylanib ketayotgan ko'zi oq Gambit, bunisi bizning o'zimiz Gambit. Hop, demak bunga ishonsa bo'ladi. Lekin stop. Gambit aka, qarang. Rostdan eslolmaysizmi? Yo'q, meni aybim nimada? Hozir meni bir chekkaga chiqarib qo'yib, men bu ikkaloni chetga borib gaplashib kelib, qara chiqib kelyapmiz xonadan. Hop, Oldiga kamerani ushlab yugurib chiqib ketyapsizlar. Qorong'ida men qolib ketyapman. Ketingdan kelyapman, ishingni yopib qo'yib ochmayapsan. Tushuntirasanmi aybim nimadaligini? voy! Hazillashyapti bundan. Do'stlar, hozir nima deydi hozir? Sen klonga ham qolding deyman. Nima deydi hozir? Men qilig'ini qara. Gambitga siz seriozmisiz? Hozir klonga aylandingiz. Shonsi ko'zi oqarib. Oppoq bo'ldi. Nima xohlaysan? Nimaga eshik ochib qo'yasiz? Ochma. Bu qanday qilsak turib, nima qilsana? Nima xohlaysan sen bu? Tegma narsaga. Ochilib pichoq tiqib oladi hozir. Qoching. Nima? Bila. Qoch. Bor. Hop. Mana osonlikda qutulaman deb o'yladingmi? Ey, bilet nima? Qo'li juvashi issiq ekan. Sizlar kalbatinglarga o'tamoqchiman.
Ha? Nima? Jinnimi bu? Ye, serikda giding rostdan. Shumi kayfiyatni ko'tarasan bizani? Masalaga kayfiyatini ko'taraman. Shoshma. Hozir. Qulovlar jonga tegdi o'rtoqlar. Do'stlar, bu bizani ko'knada nimalar qilyapti? Ey, men tushunmayman. Suv. İçeceğim. Dinlamasan, Pashsholay. Ey, nima bo'lsasi? Nima bo'lganch? o'zingni ich. Просто ber. Bo'ldi, temeni. Bo'ldi, ishdan. Jim, brat bu. Tepaga chiqinglar, chiqa olmaydi bu tepaga. Çıkamaydı oynasın. Havasını ben. Tepaga chiqinglar, chiqa olmaydi bu. Xonaga yashirib olishimiz kerak. Hey! Qattiq bo'ldi o'zi. Oy, qo'yni ko'rdingizmi? Klon pastda-ku. Bu qanday tepaga chiqib oldi bu? Va bu bo'yi baland. Qanaqa qilib buni tez harakatlanyapti? Ket. Qanday bu? O'rtoqlar pastda yurganda qanday ikkinchi etajga chiqib qoldi? Hozir do'stlar uyi kamerasi ham yoqda uyga kamera o'rnatganmiz va endi uyga o'rnatilgan kameradan ko'ramiz. Va aytgan qo'shimcha do'stlar. Hoziroq albatta like bosib qo'yinglar. Chunki buncha mehnat terlab ketdim. Shomuriylar yarim kecha soat necha bo'ldi? Soat qaranglar. Yarim kecha soat 3:30 biz mana shunaqa jinnilik qilib yuribmiz. Baqir-chaqir qilib. Albatta like bosinglar va bu videoga sizlar albatta 101 ming like va 20 ming obunachi olib kelishlik kerak. Va endi bo'lsa biz mana shu uyga o'rnatilgan kameralarga qaraymiz. Stop. Nechta bo'lib ketdi ular? Yo'q, bu hammasi bir vaqtda ko'rsatadi. Bitta paytda o'zida shunda 4 ta 5 ta joy ko'rdim bu. Yo'q, shoshmang, kamera ishlamayapti. Kamera ishlamayapti. Bizildi bu. Hop, chiqamiz tashqariga o'tiramizmi? Yo'q, chiqishga nima qilamiz bu? Chiqamiz, keting. 100% klub, o'sha ko'chada kitob qidirgandan yaxshi. 3 ta dil chiqadi. Ben startda turgan ekanman bu. Ben bu o'tib qoladi. Ey, brat, unaqa qo'rqib turmay o'lib qolmasin men. Qo'rqitveradi bizda, ha? Ana. Ya, masalan, siz qarab ketdinda, kutmagan narsa bo'lganda. Hamid aka, qarang. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. O'tir. Boya siz realniy qulovga yordam berdingiz. Qulovga eshik ochib berdingiz siz. Shu narsani esla olasizmi? Aytaman, bular qarangdir, intriga ushlamoqchi video uchun. Lekin ishingni yopib qamalib olar ekanda, meni kirgizmas ekanda, bu yerda men ishingni ochib bergan vinovnik bo'lib qolaverar ekan. Qarang, Gambitiga qarang. Sizga hozir haq bo'lish muhimmi yoki bizga yordam berish muhimmi? Qaysi biri sizga qiziq hozir? Hozir komandamiz bizni ishlashimiz muhim. Bizni dasturchiga erishib, shuni oxirigacha tugatishimiz muhim menga. Agar rostdan shu muhim bo'lsa, mashqxonadan chiqmang. Qo'linizdan foydalanyapti. Demak, imonni mendan maqsud. Chunki maqsad kitob qattiqligini bilmaydi. Da. Chunki faqat siz bilan bu narsa bo'lyapti. Ishonavering. G'azal aytaman, seriyozman. Mashqxonadan chiqmang, iltimos. Mashqxonaga o'z-o'zidan qulab oling. Biz qulab ketamiz. Iltimos, o'tiring. No, why not? Agar sizlarga shu narsa qulay bo'lsa, menga ham farqi yo'q. Tinchgina qaytanga baqir-chaqirlasiz. Telefon o'ynab o'tiraman shu. Demak, kelishdik. Bratim, sizga rahmat. Videoni ko'rayotganingiz tushunyapti. Men tuppa qaror qilmaganim. Biza ketdik. Ya, xarlashmang, hozir qaytamiz. Prosta siz bilan borsak risk ko'proq bo'lyapti. Undan ko'ra siz muhim shaxssiz turganingiz yaxshi. Kerak bo'lsa, shu yerdan topasizlar. Admin 5-kompyuter yoqib yuboring. Svet yonsada. Hop, prosta chiqaylik. Hech kim yo'q. Da. Hech kim yo'q, bo'ldi. Chiqdi. Yusuf ko'chaga ketgan o'sha. Yo, xudo, bu zinadan qaraqasiga chiqdi bu. Shuncha zinadan men o'zim normal yo'lda yurishga qiynaladigan sizlar. Xonadagi hamma eshiklarni taqillatganiga nechi? Ketdik-chi, ko'chaga qaraylik. Bo'l, eshik ochiq demay chiqqan. Vahma qilmaymiz. Ko'chani olgan, o'sha quyosh chiqyapti-a? Soat necha bo'ldi o'zi? Tong yotyapti. O'rtalar soat 3:52 demay tong yotyapti. Va quyoshda qulolib yurmasa kerak kunduz, ha? Balkim ketgandir, rostdanmi? Da. Yo'q, stop. Men hozirdan so'l haqida o'ylab qoldim-da. Qaching. Bir kitobdan ketaman. Ey, to'pol. Bir kitobdan ketaman. Mana buni qaranglar, o'rtoqlar. Qoch. Uyga kir. Men baribir kitobdan
Mana endi emmagor soni. Masalan, shunaqa bozorda qat-qatdan chiqib keldi, derazadan kirib keldimi? Nima qildi? Pardani orqasidan chiqib keldi, urdi meni kallamdan. Yo'q, bu hop qara. Uydan nimaga chiqib ketdi? Bilaman, o'ylagan narsa o'xshyapti-da, shu yoqmayapti-da, shu o'ylagan narsa o'xshatgani. Bu bekorga uydan chiqmadi bu. Bu kitob qatlarligini biladi hozir. Meni ham sochimni yulmoqchi bo'ldi hozir, tushundingizmi? Yuldimi? Yo'q, qochib qoldim. Ko'chaga chiqish kerak. Klon bo'lsa chiqish kerak. Yur undan ko'ra. Tekshirish kerak deysiz-da. Yo'q o'sha mana. Qara, shoshib qolmaydi balki. Bilaman, daraxtni orasida как будто hamma daraxt klonda, ya. Stop, yo'q bu yerda. Yo'q, ha? Yo'q-a? Yo'q. Chimadan olish kerak, chimadan ol. Eng qizig'i men boya shunaqa qo'yib ketdimdim. Как будто o'zgarib qolgan emasmi? Все, hammasi joyida. Bila, mashumi boyaga o'zi so'rgan o'yinchoq. O'yinchog'i-ya. Ha-da. Mashumi? Mana daftardan balkim o'yinchoq haqida qanaqadir informatsiya bordir hozir. Ya'ni yordam berish kerak-ku daftar. Da, bizlar bilan juda yomon ko'p narsalar bo'lib ketdi, qani? Bila, hech yo'l chiqmayapti. Hozir eshityapsizmi? Ha? Yana kelyapti. Anaqa gambit ovoz bor. Gambit ovoz bor. Maqsud chimadan yashirish kerak, sani kelsa uradi uzog'i. Chimadan olib ketsa tugaydi hammasi. Davay. Yo'q, bu yoqqa kelmayapti, o'shda baqiryapti. Всё. Shu kamerani, shu kamerani ketdik. Nima bo'pti o'zi? Yo'q, vash baqiryapti. Tez kel. So'sni, eshik biz ochiq. Klon bo'lasan. Kir. Qarasang. Voy! Ay, bular qo'rqib. Gambitga keling, nima bo'ldi bu? Salom klon bo'lasan. Gambitga yuzini kraska qildimi shunda? Salom klon bo'lasan, kitobni ber. Yur. Bo'laman. Yur. Ey, yaqinlashma. Bular qo'l tegdi menga. Qo'lim kraska qo'li tegib. Siz qanday teppadan pastga tushib qoldingiz o'zi? San oldin ketotgandim. Baqir-chaqir bo'lganiga. Ham keyin shu oldi meni. Hop, xonadan nimaga chiqdingiz siz? Aytdi-ku, bitta komandamiz yordam beramiz birimizga. Baqir-chaqir bo'ldi, keyin chiqdim. Bila, to'g'risini aytsam do'stlar, hozir men Gambit ham klon deb o'ylayman. Chunki qilayotgan ishlari, hozir ham yuzini bo'yayotgani, Gambit nega qochib ketmadi biladi. Bo'yayotgan qochsa bo'ladi, to'g'rimi? Qochmadi u. Uch quyosh chiqyapti. O'ylashimcha azmin sabr qilsak klon ketadi, lekin klon hozir Gambitni klon qilib hammasini qarab parchani chiqarib ketadimi? Buni qo'yib berish kerak emas. Mana yuzingizni qarang. Blin. Hazırlaşmam jigar, hazırlaşmam. Nima qara, menga Qoching, brat. Omon aka, Gambit. Ey, hazır. Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, hozir like bosinglar. 100 like kerak bu videoga, chunki bu videodan davom bo'lish kerak. Chunki Gambit bu holda qoldirish va hozir agar kitob yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, shuncha harakat bir tiyin bo'ladi. Va albatta do'stlar, obuna bo'linglar, chunki shunaqa katta mehnat va 3 million bo'laylik onasini emsin. Obuna bo'linglar. 20 million obunachi bu videoga keyin qisib chiqadi. Keling Gambit aka, nima qilib tursiz? Ana ku. Kitob olaman. Hey! Kitob olaman. Hey! Kirish kerak emas. Biladimi qattarligini? Sizni hozir klonga yagona farqingiz yuzingizdagi kraska ozgina kamroqligi. Shuning uchun ham bilish ehtimoli kattaroq. Va'da beraman, ha? Masala tarafida. Hop, aka qarang, siz xohlamagan bo'lishingiz mumkin, lekin siz boy eshik ochishni ham xohlamagandingiz. Siz pashta bizga umuman yordam bermayapsiz, aka. Hozir nima qiling hozir? To'xta. Yo'q, klon ketdi, chalg'itish kerak uni. Men chiqaman o'shani chaqirtgan. Bo'ladimi? Bitta o'zingiz nima qilasiz? Bitta o'zim chiqaman. Yo'q, men hazillashmayman boydan beri. Ushlab oladi, klon. Boydan beri ayblab tashlayapsan. Nima qilishim kerak mana? Senlar uchun men nimadir qilishim Ya, kerak. qarang, nimadir biz hozir klon chaqirishimiz kerak bo'ldi. Siz nimadir Yo'q, men chiqaman jigar. Yo'q, qo'ying, ey. Agar muammolarni men chiqargan bo'lsam, men o'zim hal qilishim kerak. Lekin noto'g'ri o'ylayapsiz, aka. Bunaqa qilmang, bu arzimaydi bu. O'zim bilaman jigar. Ey, Gambit aka, qo'ying, ey. Klonga aylantirib qo'yadi Gambit aka, qo'ying. Gambit aka, chiqmang, aka, chiqmang. Radnoy! Blin. Voy, rostdan chiqib ketdi. Chiqma. Ey, stop. Omon aka, to'xtating. Ey, nima bo'pti? Gambit aka. Radnoy, qo'y! Uy, bilan. O'tmaysan baribir. Yo'q. Davay. Yo'q. Do'stlar, по-любому Gambit aka o'sha qurbonlik qotdi. Ke! Maqsud tez olmam. Ey, blять. Maqsud qani? Yur, ey, diqqat qilib ketasan, sen bir ezording, Maqsud bilan qo'yib ketir. Qo'yvor. Gambit ushlab olgan u. Davay tezroq kirib ollaring. Ey, blять, Gambit mana qotdi. Kir. Blять, hozir Gambitga qanaqa yordam beramiz? Nima kerak bo'ldi unaqa qahramonchilik? Tez chiq. Все, ichida hammasi. Onasini emsin bu kitob agar yordam bermasa bizga. Onasini emsin biladi, yordam bermasa agar bizga. Nima keragi bor ekan bunaqa qahramonchilikni, bilan. Mana men bir qo'tirgan ishingga bilay. Omon aka. Nima? Yozdingmi? Yo'q, o'zi chiqdi. Voy, yo'q edi-ku bilay. Shoshma, o'qiman. Do'stlar, bu mana shu ko'blik o'yinchog'i. Boydan beri o'yinchoq deb o'ylayapti bu. Qani, nima ekan, hozir bilamiz. Chikko deyapti. Chikko kim? Ham klon Chikko, ha? Chikkoning eng nozik
Nozik joyi. Bu chikkoning nozik joyi ekan. Bilsan nima qilish kerak uni? Nima qilish kerak? Yo'q qilish kerak onasini esa. Mana shu nozik joyi bo'lsa, yo'q qilish kerak bo'ladi uni bo'lsa. Olib chiq pichoq olib chiq. Bo'ldi hozir. Yo'q qilish kerak. Do'stlar, shunga tombolari borib ketdi baqirib. Quyosh chiqibdi bular. Qaysi Darknet videosi quyosh chiqqungacha bo'lgan, shu darajada ketmaydi. Nima bo'ldi? Gambit ham o'zini olib ketmoqchi. Hozir shu uchun like bosinglar, do'stlar, shuncha mehnat. Mana bu haqiqiy sizlar uchun. YouTube serial mana. Darknet 5-qism bo'lishi kerak 100%. O'zbek YouTube'ga bu kerak. Va bu uchun albatta mana obunachini qo'llash kerak. Hozir like bosing. 101,000 like. Bu juda ham oson biz uchun. Va like juda ham tez yig'ib, omonlikka video qachon ko'p so'ramasligi uchun obuna ham bo'linglar. 20,000 obunachi. Va qancha obunachi yig'ilgan esa, ya'ni o'zi mana qancha obunachi yig'ilgan esa, kommentariyada qo'ygan bo'laman. Chunki bu YouTube kanal har bitta videosi 6-7 million ko'rilyaptimi? Demak, biz mana shu 6-7 million obunachi chiqishimiz kerak. Pichoq. Mana. O'tirdi mana. Men omon aka. Все, bo'ldi, ketdik. Chiqamiz. Nozik joyi shu bo'lsa agar hozir men ko'rsam. Hozir ko'rsaman senga. Qaroni klon bilan. Tashqarida uch quyosh chiqadi hamma. Chikko! Qanisan chikko? Ha? Ber. Ha? Ber. Nima? Sen uni qayerdan olding? Yaqinlashma. Yo'q. Nozik joyi bormikan? Bunday qilma. Davay. Gambit qani? Bunday qilma. Yo'q. Gapirma. Ha? Nozik joyi bor ekan, ha? Qo'lingni ko'rsatdimi? Ko'rsatami? Do'stlar, bular qanaqadir bular hayvon emas, bular haqiqiy odamga o'xshaydi. Qo'lingni ko'rsat. Ko'rdingmi? Ko'rdim, kraska sepib olgan bu. Va mana shunaqa haromli bizlar qiynagan uchun mana. Yo'q. Mana. Yaqinlashma. Yo'q. Qo'ching. Qo'sh. Voy, kashni qo'yadi. Ketasan. Qo'sh bo'l ketdik. Bo'l, yiqildi. Ol. Battar bo'l. Yakka ket tepaga. Mana bizani qasos qanaqa bo'ladi? Qiynalganini ko'rib shunaqa mazza qildim do'stlar. Davay tepaga chiqamiz. Tepaga. Qani. Nima yoqarmikan? Sizlar nima qo'yganingni tushunmayapsizlar. Nimani tushunmayapman? Men yoshligimda bolalik nimaligini bilmaganman. Meni otam doim majburlab masxarabos kiyimini kiydirib ishlatar edi. Men buni xohlamasdim. Men buni xohlamas edim. Men bundan nafratlanaman. Men qilovlik qilmagan paytimda otam ayamasdan urar edi. Men bundan nafratlanardim. Juda ham nafratlanardim. Men o'sha payt faqat dardimda shu o'yinchog'imga yetar edim. Hozir esa sen uni yo'q qilding. Brat. Nitosh qo'ydik. Nima aytib qo'yganim yo'q, hop, nima qilib jahlim chiqib ketdi. Sen meni bolaligimda yog'gan narsamni yo'qotding. Sen uchun endi o'ch olaman. Kirish kerak ekan. Voy billah. Men aytib qo'yganim yo'q. O'zi biletmani qildi. Agar kim qassos o'laydigan bo'lsa, menda ko'p sabab qassos olishga. Hozir Gambitam qani? Gambitam yo'q. Onasini emsa hammasini, onasini emsa shu videosini ham. Do'stlar, bashchasini bizlar. Qani kitob bol. Ko'rdingizmi? Shoshma. Kitobda qo'yda setilganda, nimadir muammoga duch kelsakkina bizga yordam keladi. Mana, biz muammoga duch kelib yordam katta. Seni qiziqtirayotgan savollarga Goblin bergan manzildan javob topib olasan. Qara, o'zim nima qilyapti? Esingda bo'lsa, Goblin bizdan men daftarimga qanday koordinat yozib ketgan edi. O'sha manzilga borish kerak. O'sha manzilda menimcha Gambit kim o'tgan bilishimiz mumkin, ha? Da. Hop, Gambit qidiraylik. Hop, Gambit qidiraylik. Quyosh ham chiqyapti. Hop. O'sha mana tashqarida kunduz, ha? Da. Tashqarida kunduz. Hop, ana endi Gambit ovoz kelgan tarafdan Gambitni qidirish kerak. Lekin Gambit bilmayman qayerda, to'g'risi. Nima qilib tashqariga chiqamizmi? Men daftar bilan Uy, bo'ladi. Klon ketdim shunda? Yo'q, hop, shoshma. Gambit shotda bo'lsa keladi. Logikni o'yla. Agarda klonni san eng yaxshi ko'rgan narsasini o'ldirsang, nimaga ketishi mumkin? Prosta tak. Menimcha tong otayotganiga. Quyosh chiqishiga ancha bor. Boy ham shu payt yurdi. Menimcha biz uncha ancha chizdan o'tdik. Shoshma. Kitobda qanaqa informatsiya bor? Onasini emsan, bu kitob faqat oxirida kechikib informatsiya bersa. Xatingga ham sani, mana shu klon keldi bizga, mana shu Chikko degan klon keldi. Xatingga ham sani bor. Yo-mayo, brat. Shoshma, buni o'qish kerak. Chikko klonlar boshlig'ini eng ishonganlardan biri. Demak, bu vaqt klonlar boshlig'i emas ekan bu, ha? Tasavvur qilgan,
klonni boshlig'i bo'lmagan. Klonni shuncha kuch, klonni boshlig'i bo'lsa nima bo'lardi? Agarda bu klon bilan to'qnash kelsangiz, unga qadrli bo'lgan narsalarga zarar yetkazmang. Aks holda u sizni har doim ta'qib qiladi. Ana endi bu klon bizani har doim ta'qib qiladi. Nimaga? Kitob ertasiga yetmaydi, kelgandan risk yetmaydi, ha? Men tushunmayman. Men buni qarang. Stop. Bu konvert emas bu. Bu Yo. Bu yana keladigan klonlarmi shunda? demak shunda atik 3 ta klon emas. Demak klonlar ko'p. Oy! Bu degan darknetda juda ko'p qism bo'ladi va biz xuddi mana shunaqangi million marta qiynalamiz. Tushunasan? Просто turishni qara. Buni qara. Mana 3 taginada, buni qara endi. Qancha ko'p. Qara, svet yondi. O'zi aslida klon ketish kerak, to'g'rimi? Lekin bu safar bu bizga atel uyushtirgan bo'lishi mumkin. Svet olib ketmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa mana buni yashirib qo'yaylik. Kitobni yashirib qo'yamiz-da. Ketdi gamit qidiramiz. Oh, tashqaridan svet yonibdi. Ana gamit aka, ana. O'qima qilasan, men aytdim shu yerda deb. Gamit aka? Gamit aka. Olgan, bizga yaxmat qarab turibdi. Yaxshimisiz, Gambit aka? Stop. Voy. Yo'q. Ha, yo'q. Ha, suvni oz ekan, bilasiz. Suv ichida bekin olganda bo'ladi. Bratam, nima bo'ldi sizga? Gamit aka nima bo'ldi, bratam? Gambit aka, lekin bizda emas, ayb o'zingiz chiqdingiz. Da, hammasi amaliymi? Da, yaxshi. Yo, endi xafa bo'lgan bo'lsangiz, to'g'risini ayting. Bunaqa bo'lmaydi. Siz seriyozmi o'zim chiqaman, o'zingiz chiqdingiz aka. Nima qildi, urdimi, nima bo'ldi? Gamit aka, yaxshimisiz, aniq? Da. Qani menga qarangchi oldi? Ozginani. Ha, shu. Ko'zlar joyida. Va do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham muhim va Darknet videoning yana bir qismini ko'rdinglar va bu videoning 5-qismi chiqishini xohlasanglar hoziroq 101,000 like va 20 mingta obuna kerak. Hoziroq bosinglar va Darknet 5 chiqadi. Let's go aktivlanglar. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 3 sondan yozib qoldiring. Chunki bizda 3 million obunachiga erishdik. Mana bu yerda esa bizdan yana bir yangi videomizni ko'rishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha